Imom aka, lekin sochga gap yo'q. Tolibjon ko'ngildagidek bo'ldimi? Haqiqatan. Gap bo'lishi mumkin emas aka sochga. Tolibjonda bir yangi qo'shiqlar chiqqan ekanda, o'sha qo'shig'ini bir joni essak bo'lami? Ota haqida qo'shig'i bor ekan. Aka u chiqdi. Hali chiqqani yo'q endi. Qisqachasini siz Instagramda ko'rgansiz aka. Tomon yaxshi, tomon. Voy navoz aka. Bo'larmikin? Ya sizga ishonaman. Aka qo'ldan kelgancha men onam bilan eslab turibmiz. Akam ukam hammamiz birga. Barmog'imiz tishlab turibmiz. Sizni eslab har kuni kunda. Sizga kiyim olaman dada. Hovlimizga boraman dada. Devordagi rasmingiz ko'rib faqat yig'lab qolaman dada. Dadajonim, dadam, dadam, sizni o'ylamasdan bo'larmi? Aka qo'ldan kelgancha sal xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Nasib bo'lsa, katta formatda klip olganmiz. Xudo xolisa. 8-noyabr kuni Nivo YouTube kanalida ko'rishingiz mumkin. 19:00 da. Barchalar yaxshi ko'ramiz.